bir oy ilgari egalari tomonidan 78 ming AQSh dollar baholangan ushbu uyimiz bugun egalari bilan kelishilgan holda skidkada 75.900 AQSh dollarga qayta sotuvga qo'yildi. Ushbu uyimiz Chilonzor 7-kvartalda joylashgan 2 xonali uyimiz, mehmonxona qismi, o'zining yumshoq mebellari, TV zonalari bilan ko'rib turganinglardek Seventage brendidan konditsionerlarimiz mavjud. Uyimiz 2 xona 3 xonaga o'zgartirilgan bo'ladi. Bu yerda esa oshxonamiz o'rnini bolalar xonasiga o'zgartirib, bu yoqda ham kerakli barcha jihozlar bilan jihozlangan bo'ladi ushbu uyimiz. 1,5 uch bo'lgan balkonda esa mana shunaqa alohida ajratilgan eshiklar bilan ajratgan holda oshxonaga o'zgartirilgan va oshxonamizga ham kerakli barcha texnikalar bilan jihozlangan. Romlarimiz alishgan bo'ladi. Ushbu uyimiz 4 qavatli binoning 3-qavatida joylashgan. Umumiy maydoni 46 metr kvadratdan iborat. Glavniy eshikdan kirib kelish bo'ladi. Barcha xonalarimiz va sanuzelimiz razdelniy bo'ladi. Bu yerda esa vanna xonamiz bo'ladi. Ko'rib turganinglardek kafellar yaxshisidan terilgan. Bu yoqda esa hojatxonamiz bo'ladi. Ko'rib turganinglardek ota-onalar yotoqxonasi. Ushbu uyimizni ijaraga berib ham har oy 550-600 AQSh dollardan daromad olsangiz bo'ladi. Sifat va rang uyg'unligiga alohida did bilan jihozlangan bo'ladi ushbu uyimiz. Mo'ljalga keladigan bo'lsak, ushbu uyimizda Chilonzor 7-kvartal shundoq sport tovar chorrahasida Novza metrogacha bor yo'q 500 metr masofada joylashgan ushbu uyimizda videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalaring bilan skidka narxida 75.900 AQSh dollarda baraka qilishlaringiz mumkin. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsiyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.